Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana O'zar Group va bugun sizlar bilan yana bir yangi Depin loyihani ko'rib chiqamiz. Ya'ni Flow 3 loyihasi va bu 22 million investitsiya olgan va undan oldin bizani ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Telegram, Instagram va YouTube kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va mana shu videoga like va tushunmaydigan joylar bo'lib qolsa yozib qo'ysa bo'ladi. Va mana shu postga o'tib olamizda bu qadalgan tepada qadalgandan pastroqga tushsak davomidan keyin flow 3 berilgan ustiga bosib o'tib olsanglar bo'ladi va bu yerda ketma-ketlikni ham bosib qo'yganmiz va bu yerda birinchi bo'lib biz saytdan ro'yxatdan o'tib olamiz va uchta nuqtani bosamizda orqali ochib chiqib olamiz va Mrs. Browserni tanlab olamiz. Bizga bunaqa kengaytmalar bilan ishlaydigan loyihalarda, airdroplarda bizda Mrs. Browser kerak bo'ladi. Buni siz Play Marketing Wikidan sizda iPhone bo'lsa App Store'dan ko'chirib olsangiz bo'ladi va shunaqa qilib uchta nuqtani bosib Mrs. Browserga kirib olamiz va bu yerda menda ulangan. Hozir disconnect qilib, mana connect turadi. Connect bosamizda Phantom tanlaymiz va Phantom ichiga kiradi. Agar sizda Phantom bo'lmasa, extensioningizda bu ya'ni kengaytma ilovali Phantom bo'lishi kerak. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana shunaqa qilib confirm berib ulab olamiz. Mana kirib oldi. Mana xuddi shunaqa kirib oladi. Endi bizga Phantom aytganimdek Phantom kerak bo'ladi. Phantom qanaqa qilib olamiz? Bu keyinchalik baribir bizga kerak bo'ladi Phantom. Bu yerda extension tepada extensions bo'limi bor. Bu yerga bosib olamiz va bu bitta extensionni tafsilotlar degan joyini bosib olamiz. Bu bittasini. Keyin bu yerda kengaytma do'konni ko'rish, mana internet do'konni ko'rish bor. Bosib olamiz va tepadan poiskdan Phantom bosamiz. To'g'ri qidiramiz. Va mana birinchi turgan men ko'chirib olganman. Shuni ko'chirib olasizda o'zingizni Phantomingizni bu yerga import qilib, ya'ni 12 ta kodi bilan import qilib o'tkazib olsangiz, keyinchalik baribir bu kerak bo'ladi. Ya'ni tezroq kirishga qulaylik bo'ladi, qanaqadir ham. Kirib oldik boya Flow 3 ga. Shunaqa Phantomdan kirib olamiz va bu yerda keyingi qadamimizni Flow 3 extension, ya'ni kengaytma ilovasini ko'chirib olamiz. Bu yerdan kengaytma ilovasini ko'chirib olish linkini ustiga bosamiz va uchta nuqta bilan orqali ochish qilib Mrs. Brownni tanlab olamiz. Va bu yerdan ham Flow 3 ko'chirib olamiz. Ko'chirib olganimizdan keyin bu yerda qidirsak Flow 3 chiqadi va Flow 3 ustiga bosib olamiz. Va bu yerda boshida Connect Wallet turadi. Connect Wallet bosamizda va bu sizni Flow 3 ga olib kiradi va yana qaytib bu yerga kirsangiz, uje mana bunaqa narsa chiqadi. Ya'ni ularni bo'lgan bo'ladi, ya'ni mana shunaqa point ko'rsatadi. Hozir uje extension kirdimi, ya'ni kengaytma ilovasiga kirdimi? Demak, sizda mining jarayonida ketayotgan bo'ladi. Mana shunaqa qilib kirib qo'yamiz. Faqat qanchadir soatga kirib chek qilib turishimiz kerak, tekshirib turishimiz kerak va buni dashbordga kirib ko'rib olsak bo'ladi va yana bir qo'shimcha qiladigan narsasi bor, ya'ni kunlik cheki bor va u orqali ham qo'shimcha point ishlasak bo'ladi.
Hozir uni ham ko'rsataman. Bu tepada airdrop degan joyda pastda, ya'ni click check degan joy bor. Hozir menda bu yoqda ishlashda muammo bo'lyapti. Amalga chiqdi. Mana click check, daily check, ya'ni shunaqa qilib go bosib click check qilsak bo'ladi. Agar sizda airdrop bo'limi chiqmasa, mana bu mana buni oldida 3 ta chizuvchi bo'ladi. Ya'ni hamyonni oldida, mana hamyonimizni oldida 3 ta chizuvchi bo'ladi. Ustiga bosib qo'ysak bo'ladi. Menda hozir kompyuter ko'rsatligi uchun общий fonda ko'rsatyapti. Shunaqa qilib mayni boshlab qo'yamiz va qatnashishga harakat qilib qo'yamiz.